Erkaklar испокон веков aktrис на сцене не было. Были мужики, которые изображали женщин. Siz qarang, erkak kishi bo'lib turib, вы посмотрите, он старается делать как-то все это самонаnak, но такой вульгарности нет, он не собирается это делать. И вы посмотрите, он пародирует, а не поет. Mana ovozini tashlab ketgani yo'q. Mana plyusovkani qo'yib, parodiya deydi buni. O'zbeklar shu farqiga bormay xato shundan ketyapti hamma narsa. Janrlar borda, parodist. Он пародист. Он кого хочет будет пародировать. Вы посмотрите, кого он только не пародирует, и как он это делает здорово. Мы не знаем, а как чувак моя на и потрясающе пародирует. Он не претендует аж на телеке, он присовки ставит. Может не скрывать, он присовки ставит и поет. Bu nima dedi? Bir qop yong'oq dedi-yu. Hech anaqasi yo'q, lekin bu bolaning talantini yana ham kengroq. Masalan, deylik, bu bolani bir boshqa qirralari ham ochiladi. Ya'ni to'y marosimlarida ko'rishadi bir qisman deydimi? To'g'ri. Bu bolani o'sha ichidagi narsasini nima to'kin sochin ham aktorskiy ham men o'ylayman yomon bo'lmaydi har qalay. Chunki shu bola sizni birinchi o'sha parodiya qilishni boshlaganda ko'p toshlar otilgan edi unga, esimda bor. Chunki har holda yaqin odamingiz bo'lgandan keyin qiziqasiz hayoti bilan, ijodi bilan. Men sizga aytaman nima bo'lganini. Men darrov gapingizni nimaga bo'ldim? Siz e'tibor qiling, san'atda agar biron kishi chiqib 3-4 so'm pul topishni boshlasa, bu bola bir yulduzlikka da'vogarligi yo'q. Bu bolani bir narsaga da'vogarligi yo'q. Endi kirgan to'yda payz olib, pulni shipir chiqib ketadi. Endi misol buni rizq deydilar. To'g'ri. Misol deylik, o'sha to'yda o'sha odamlar o'tiribdi. Boshqaga qistirmay shunga qistirgisi keladi. Nima endi shunga ham endi qancha odam siz indamaysiz. Nima uchun misol deylik, bu agar bu bola bir narsaga da'vogarlik qilganda, men aytsam bo'lardi. Kechirib qo'yasiz, mana shu qo'shiqlarimizni aytib, anaqa qilib qaytam nima desam bo'ladi? Qaytam bu bola eng beozori san'atkorlarchida shu deb bilaman. Bir ali orqamdan ig'vo qilgani yo'q, bir kelib ortiqcha oldimga yaqinlashmaydi ham, ortiqcha uzoqlashmaydi ham, lekin kerakida doim xizmatga tayyor. Men hurmat qilib yaxshi ko'raman buni. Lekin kirgan joyda payz olib chiqib ketdi. Shundan ko'rolmaganidan men shunaqa bildim. Chunki o'g'il bola bo'lib turib ayol kishi. Endi masalan deylik, liboy o'g'il bolani topingda shunaqa qilib o'ynaydigan. Yo'qsa bironta ayol toping, erkakka o'xshab o'ynaydigan. Lekin yarashmaydi uncha odamga. Bu odamga yarashib turibdi. Lekin parodiya qilayotganini bilib turibdi-ku, odamlar bilib turibdi-ku, o'sha mana ashullarni anaqasini qo'yib, fonogrammani qo'yib ustiga aytayotganini. Bu misol men o'zim aytyapman deyotgan yo'q, boshqa deyotgan yo'q. Osh halol ko'chada ichyapti, ichaversin, men ruxsat berganman. Shu yuzingizni nima deydi, mimikalarigacha o'xshatadi. Shuni yoningizga kelib o'rgandimi yo shu televizorda ablah, boshqa gapim yo'q. Bu bola ablah.